Hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan, ko'pchilik ota-onalarni tashvishga solayotgan infeksion kasalliklar, aynan parazitoz haqida ma'lumot berib o'taman. Parazitoz va gelmitlar bular alohida parazitoz kasalliklar hisoblanadi. O'zi parazitoz nima degani? Bu o'sha parazitoz infeksiya yoki gijja sizni organizmga tushgandan keyin sizni hayotingiz bilan birgalikda sizni hisobingizga kun ko'radigan jonzotlar hisoblanadi. Parazitozlarga ko'zga ko'rinmaydigan parazitlar kiradi. Bular misol uchun lyambli. Bu nafaqat ichakda, balkim o't qopiga yashirinib yashaydigan parazit. Gelmitlar ya'ni gijjalar ko'zingizga ko'rinadi. Misol uchun askariyda gemnolipidoz, enterobioz bolalarda ko'p tarqalgan hamda tenarixoz kabilar. Bu parazit yoki gijjalarni qanaqa qilib yuqtirib olamiz? Yuqish yo'llari juda ham ko'p, har taraflama va juda ham oson. Misol uchun, yaxshi pishmagan go'sht mahsulotlar, xom sut mahsulotlari yoki qo'lni yuvmaslik, ya'ni oddiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik. Parazit yoki gijja yuqtirib olgan bolalar jamoatlarida o'yinchoqlarini o'ynash yoki bo'lmasam oddiy konstavar qurol-yaroqlarni ham maktab bolalari boshqa bolalarni ruchkalarni ishlatib ham osongina yuqtirib oladi. Parazitlar haqida keyingi videolarimda yanada chuqurroq ma'lumot berib o'taman. Sahifamga obuna bo'ling.